Kvadrat metri $1000 dan arzon bo'lgan kvartira qidirib yurgan xaridorlarimiz uchun 4 xonali yangi kvartiramiz sotuvga chiqdi. Uyimiz visokopotolochniy, juda ham sifatli remont qilingan. Birinchi kirishimizda eshik, bu bizning kuxnyamiz bo'ladi. Kattagina, sifatli texnikalar bilan jihozlangan, o'zini sidyachya zonalari bilan birga. Va bu yerda bizning kattagina gostinniy xonamiz, ya'ni zalimiz bo'ladi. Zaldan chiqqanimizda bu bizning podyezddan kirib kelish eshigimiz. Uyimizda razdelniy sanuzel. Bu ikkinchi sanuzel, operator buni ham ko'rsating. Razdelniy sanuzel, ikkita spalni, взрослый spalnisi bo'libdi. Kattagina взрослый spalni, sifatli mebellar bilan jihozlangan. Bu ikkinchi взрослый spalnisi bo'ladi. Взрослый spalnidan chiqqanimizda to'g'rida bizlarni детский spalni kutib oladi. Ikkita bolaga mo'ljallangan kattagina детский spalni. Uyimizning manzili Atlas Qizilmoykani orqasida joylashgan. Uyimizning kvadrat metri 90 kvadrat metr. Uyimizning narxi 87,000 AQSh dollari. Uyimiz 5 etajli domning 5-qavatida joylashgan. Uyimizni ipoteka variantlariga ham olsalaringiz bo'ladi. Pastda telefon raqamlari qoldiramiz, bizga murojaat qiling. Siz uchun yana ham arzon qilib olib beramiz.